Tarix batlarini varaqligimizda Allah subhanahu va taoloning insonlar orasida qo'ygan qonuniyatlarining hech o'zgarmaganligiga shohid bo'lamiz. Allah azza va jalla insonlar orasiga shunday qonuniyatlarni qo'ygan ediki, yillar o'tib, hatto asrlar o'tib, ismlar o'zgargan, shaxslar almashgan bo'lsa-mu, ayni voqelik, ayni bit. Afg'onistonning yaqinqi 100 yillik tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'z aqidasida mustahkam turib, tajovuzchilarga qarshi Alloh yo'lida otlangan zaif bir qo'shinning o'z zamonasidagi eng kuchli imperiyalarni orqama-orqa halokatga yuzlantirganligiga shohid bo'lamiz. Hatto bu tuproqlarda berilgan qurbonliklarning bedeli butun dunyodagi ezilayotgan millatlarga, hatto dunyo siyosatiga, xaritasiga, iqtisodiga bevosita ta'sir ko'rsatganligiga guvoh bo'lamiz. Angliyaning Afg'onistonda ilib borgan 3 qitimliq tajovuzchilik harakatini orqama-orqa mag'lub qilgan Afg'oniston musulmonlari Angliyaning yengilmaslikdan iborat afsonasini yo'q chiqarib, dunyoning 4/1 nüfusini kontrol ostiga olgan Quyosh patmas imperiyaning oxirlashishiga yo'l ochdi va Angliyaning ishg'ol ostidagi mazlum millatlarning o'rnidan dast turishiga sharoit hozirlandi. 1979 yildan 89 yilgacha bo'lgan Sovet ittifoqiga qarshi ilib berilgan Afg'oniston jihodining g'alabasi bilan Qizil imperiya deb atalgan kommunizm lageri parchalanib ketdi. Buning bilan ezilayotgan O'rta Osiyodagi musulmon xalqlar haqiqiy yo'sindagi mustaqillikka erisholmagan bo'lsa-mu, kommunizm ideologiyasining majburiy umumlashtirilishidan va ruslarning bosqinidan bir oz bo'lsa-mu ozodlikka chiqqan edi. Va Sovet ittifoqining yemirilishi bilan sovuq munosabatlar urushi oxirlashib, Amerika boshchiligidagi bir qutblik yangi dunyo tartibi o'rnatildi. Bu Amerikaning Afg'onistonga hujum qo'zg'ash harpisida bo'shning yoki men bilan bir safda tursan, yoki terrorchilar bilan degan so'zga butun dunyoning ovoz qo'shqanligi bilan o'z ifodasini topdi. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Amdiki navbat yangi qurilgan zaif musulmonlar davlati bilan dunyodagi eng kuchli hisoblangan birlashma tajovuzchi qo'shin o'tirsidagi haq bilan botil ko'rishidi. Tarixdan ibrat olmagan Amerika Afg'oniston ziminiga yerlik xoinlarning yordamida tez suratda kirishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, Amerika tarixidagi eng uzunga so'zilgan urushda sabrlik afg'on mujohidlarining Alloh yo'lidagi chidam g'ayrati, bo'ysunmas irodasi oldida tiz bukishga majbur bo'ldi. Bu Talibanning butun dunyoga g'ulg'ul qo'zg'agan, sizning bo'lsa soatingiz bor, bizning bo'lsa vaqtimiz degan so'zi bilan ifodasini topdi. Amerikaning soati buzildi. Allohning diniga sodiq va samimiy bo'lgan sab qalb egasining boshlagan bu harakati Allohning nusratiga va yordamiga loyiq bo'ldi. Aksicha xiyonatkor, o'z nafsiga qul bo'lgan xoinlarning avlodlari madadkori bo'lgan Amerikaning kutmagan yerida sanoqli kunlarda xorliq ichida qechishga majbur bo'ldi. 1994-yillarda Afg'oniston zaminlarida asosliq ikki kuch qolgan bo'lib, ular Burhoniddin Rabbaniy atrofiga to'plashganlar bilan Molla Muhammad Umar atrofiga to'planganlar edi. Rabbaniy bo'lsa 1992-yildan 96-yilgacha Kabulni idora qilgan edi. 1994-yili Qandahar viloyatida dinsizlarning ayollarni bulab qochib, o'ldirib tashlaganlik fojiasi kelib chiqdi. Bundaq zo'ravonlikdan, fasodchilikdan joq to'ygan musulmon xalq Molla Muhammad Umarning oldiga shikoyat qilib bordi va ularning shariat da'vosi qilayotganligi rost bo'lsa, yordam berib, islom adolatini ko'rsatishni talab qildi. Molla Muhammad Umar mujohidlar bilan yetib keldi va shu ishni qilgan mas'ullarni tepib, bir-birlab xalqning oldida darg'asidi. Qandahar viloyati odamlari Molla Muhammad Umarga bayat berishdi va qo'shni viloyatlardan kishilar yordam talab qilib kelishdi. Bu oraliqda Talibanlar Burhoniddin Rabboniyning ishlarini ko'zishga boshlaydi. Burhoniddin Rabboniy o'zidan oldingi podshohlarga o'xshash buzuq ishlarga qo'l urdi va o'z kuchini oshirish uchun ogohlantirishga qaramasdan Rossiya, Hindiston qatorliq davlatlar bilan hamkorlik o'rnatdi. Amdullah ruslarning ishg'oliyatidan qutulgan xalqning noroziligi va Talibanning g'azabi o'rlab 1996-yilda Taliblar Kabulni qo'lga kirgizib, Rabboniyni qo'g'lab chiqardi
va davlatning 90% zaminini kontrol ostiga ilib, Afg'oniston islom amirligini e'lon qildi. Amerika Afg'onistonga hujum boshlagan vaqtda Burhoniddin Rabbani Talibanga qarshi urushga o'zlarini qatnashtirmasa, qattiq ranjiydiganlikdan iborat qulchiligini izohlagan edi. Halbuki u Misrdagi Azhar universitetida doktorlik salohiyatiga ega bo'lgan bir shaxs bo'lib, tajovuzchilar bilan birlikda islom davlatini yiqitishga barliq kuchlarni sarf qilib, o'z xalqini, musulmonlarni tajovuzchi qassoblarga tutib beryapti. Mashhur ulamo ustoz Yasir Burhoniddin Rabbani to'g'risida mundaq deydi. عندما سقط قادتنا عند سقوط الإمارة الطالبان كنت أسمع رباني وهو أستاذ الجامعي وعنده ماجستير في العقيدة من الأزهر يطلب من الأمريكان أن يحسنوا ضربهم وقصفهم في المجاهدين. وكنت أسمع أمير المؤمنين يتحداهم ويقول لهم افعلوا ما شئتم سنفعل معكم كذا وكذا. ففكرت لماذا؟ ايش الفرق؟ أستاذ الجامعي هذا صاحب الاختصاص والعلم فشل في هذا الامتحان بسيط، وهذا رجل ليس على مستواه في الثقافة والعلم نجح. فانتبهت إلى شيء، أننا نحن في ثقافتنا حاليا في منهجنا التربوي والعلمي دائما نعتبره باعتبارات العلمية ايش عنده شهادة ماجستير، شهادة دكتوراه، وايش خريج كذا، بروفيسور غير بروفيسور، دون أن ننظر كم عنده من الإيمان. ولا يوجد هناك مقياس للتربية الإيمانية. قد يكون الرجل عنده دكتوراه، يعني ثقافة من الناحية العلمية يعيش على مستوى دكتوراه، ومن الناحية الإيمانية لا زال ربما لم يتجاوز مرحلة المنافقين. فانتبهت إلى شيء هنا، أن منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين لم تكن منهجا ثقافيا فقط، وإنما كان منهج بجانب التربية العلمية كان هناك تربية الإيمانية، بجانب العلم هناك تربية الإيمانية وتربية العملية. وناس يمتحنوا، يعني رجل يسمع القرآن والحديث ثم يدخل المعركة، يدخل غزوة البدر ينزل الوحي، ثم يدخل غزوة البدر ثم ينزل الوحي يصح عليهم أخطاءهم. فكانت التربية الإيمانية والعملية بجانب التربية العلمية. أما منهجنا حاليا أصبحنا نهتم ندرس الجامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم أستاذ الجامعة. عندما يمتحن هذا الطالب يمتحنه في ثقافته، لا يمتحنه هل هو يلتزم يؤمن بهذا ولا يؤمن به، هل هو عندما يقرأ كتاب الجهاد ويمتحن في كتاب الجهاد هل هو مستعد للتنفيذ؟ قد لا يكون مستعد، قد يكون منكرا للجهاد. وثم هل الأستاذ الذي يدرسه هل هو عامل بنفسه ملتزم؟ إذا كان شيخه غير ملتزم فكيف يصبح تلميذه ملتزما؟ وكما ترون أن الناس الآن يأخذون رسالة دكتوراه وماجستير عند اليهود والنصارى حتى يصبح أستاذا في الجامعة، ثم بعدما ينهي مشواره ثم يجمع شيء من هذه المعلومات يدخله مرة ثانية إلى الكتب، فكأن عملية إخراج العلم من الكتب وإدخاله إلى الكتب عملية يعني ما يكون له تأثير في المجتمع. فلذلك نحن نعاني، العالم الإسلامي مشكلتها الآن عدد كبار من العلماء غير العاملين. Şundaq. Biz hayatda şundaq kişilerni uçurtdimizki, sözlerini kişini ajablandirdigan, dinni unvonlari kişini o'ziga qartadigan, lekin ruhiy dunyosi nifoq bilan to'shib ketgan, oxiratlikni dunyo hayotiga tegishgan ozg'unlarni. Molla Muhammad Umar rahimullohning dinniy unvoni garchi doktorlikqa yetmasmi, Alloh va Rasululloh bo'lgan samimiy sadoqati bilan musulmonlarning ulga oladigan peshvosi aylandi. O'z vaqtida agar Osama bin Ladenni topshirib bermasang, Amerika uzun qolmay seni va davlatingni bechit qilib tashlaydi deb tahdid qilganida, Allohning yordami bo'lgan ishonchisi va tavakkuli tufayli Bush bizga mag'lubiyatni va'da qildi. Alloh bo'lsa g'alabani va'da qildi. Qani ko'raylikki, qaysi va'da amalga oshadiki degan edi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzab g'azoti harbisida Xandak qo'layotganda bir toshni urib parchalag'ash, mana Kisraning fathli ko'rindi, mana Rumning fathli ko'rindi deganida munofiqlar xotirjam o'binniga chiqishga qodir bo'la olmay Rum Kisradan so'z ichiyotdi deb masxir qilgan edi. Mo'minlar bo'lsa xush bisharat ilib
ma'naviyatlari ko'tarilgan edi. Shu vaqtdagi nifoq ahillarmi Taliban amdi tugashdi, yo'qolib ketadi deyishgan edi. Lekin aksicha bugun Angliya generali Richard bir yig'ilishda aytganidek, Taliban 53 davlatni mag'lub qilib, yurtlardan haydab chiqardi. Va bugun hamma Talibanning mavjudiyatiga va siyosiy o'rniga shohid bo'lib turibdi. Amerikaning Afg'onistondagi urushi o'zidan ilgirki cho'ng kuchlarning oqibatiga o'xshash, Amerikaning dunyo saqchilik salohiyatini supurib tashildi. Burunqidek gap o'tmaydigan holga keltirib qo'ydi. Xitoy kabi yangi kuchlar xirs qilib maydon chiqdi. Endi chekinishga qaror bermasa, hozirgi holatini saqlab qolishga ko'z yetmagan Amerika terrorchi tizimlikidagi Talibanni e'tirof qilib chekinib chiqdi. Bugun dunyo vaziyati bir qutbdan ko'p qutblashishga qarab yuzlanmoqda. Hamma o'zining istiqbolini, xalqarodagi o'rnini, davlatining kuchini oshirishga tirishmoqda. Dunyo siyosiy tuzilmasi yangidan shakllanish oldida turmoqda. Undaqda ezilayotgan Sharq Turkiston xalqi bu siyosiy sahnada raqobatchilar orasidagi so'rkilishdan shakllangan tarixiy fursatlardan qanday foydalana olamiz? Cho'ng kuchlar o'rtasidagi raqobatdan qanday imkoniyatlarni qozona olamiz? Biz yanala boshqalardan umid kutib, tamoxo'rlik ichida yurimizmi? Yoki qanday qilganda qo'limizdagi bor sharoitdan imkoniyatni unumli foydalanib, yangi bo'sishni maydonga chiqarish uchun harakatga o'tamizmi? Kundan kunga qirilib tugab ketayotgan Sharq Turkiston xalqini qutqizish uchun eng unumli, eng qisqa yo'lni tanlashimiz har bir aql egisining to'g'ri tanlash yo'lidir. Ko'z oldimizdagi Taliban islom harakatining g'alabasi buni isbotlab turibdi. Lekin o'z cho'qinuvchilarining, ma'budlarning mag'lubiyatini hech qanday bir formulaga tushira olmay, tasavvurga sig'dira olmayotgan shalg'ut zihniyat sohiblarining Afg'oniston musulmonlarining necha 10 yildan beri bergan qurbonligining natijasini tuyuqsizlashtirishga va siyosiy o'yinga aylantirishga urinishi tashviqot afsunida sehrlanib, o'tgan qalblarning masxushlikdan yeshilib qilib, yetim qilishidan qo'rqishidir xolos. Events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. Shundoq, ular faqat islomga, ya'ni haqqiga bo'ysunishgan va uni mahkam tutishgan edi. Tarix hargizmo ma'lumot to'plash bilan emas, balki xulosalash bilan manfaatlidir. Biz ham islomimizga mahkam esilsak va shu yo'lda qurbonlik bersak, bizlarga g'alaba eshiklari ochilmasmi?